Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. O'qigan kitobi topshirgan o'qidim. Qaysi yo'nalishda? Tarix Magistr yoki 2-kurs magistr kunduzgi. Ism-faoliyat. Abdug'afur Muhammad Qodir. Xo'p, Pirimqul Qodirov Yulduzli tunlar kitobini o'qidingizmi? Ha, shunday. Shu haqida bitta gapirib berasizmi bizga? O'rtoqlashing qanday? Albatta gapirib beraman. Kitob Bobur haqida, Boburni bolalik yillari va uni Samarqand taxtini egallashga bo'lgan urinishi, Mo'g'ul nahridagi tarixiy siyosiy vaziyat haqida yoziladi. Buni yozgan Pirimqul Qodirov ham tarixchi sifatida, ham adabiyotchi sifatida voqelikka xolisona munosabat bildiradi. Kitob menga yoqqan, chunki kitobda Boburni shaxsiyati to'laqonli ochib berilgan, o'sha davrdagi tarixiy muhit ko'rsatib o'tilgan. Shuning uchun boshqa talabalarga ham, magistrant talabalarga ham, bakalavr yo'nalishida o'qiydiganlarga ham shu kitobni tavsiya qilaman. Albatta olib o'qishlari kerak. Rahmat. Aytib berganingiz uchun. Endi siz qanday kitob olib o'qimoqchisiz? Men ko'proq dissertatsiyaga aloqasi bo'lgan, me'morchilikka oid bo'lgan kitoblarni olib o'qimoqchiman. Yaqinda dissertatsiyam himoyaga olib chiqaman shuning uchun. Rahmat. Rahmat.